Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi videochimiz demak to'g'ri burchakli uchburchakning 3-testining yechimi hisoblanadi. Bu testimizning yechimida ham men dars paytida ishlab berganlarimdan qolgan misollarning yechimlarini sizlarga taqdim etaman. Demak boshladik. Birinchi savol. Chizmaga berilganiga ko'ra x ni toping debdi. Men yo'nalish berib ketgan edim sizlarga. Mana bu yerdan balandlik tushirib oling deb. Mana balandlik tushirdik. Demak qarang. Bu teng yonli bo'lganligi sababli bu tushgan tomonni tengga ajratish kerak. Jami tomonimiz nechi? 11 va 21 yig'indisi, ya'ni 33. 32. Buning yarmi 16 bo'lishi kerak. Demak, bu joy 16 bo'lishi kerak. Bu qolgan qismi ham 16 bo'lishi uchun bu yer 5 ga teng bo'lishi kerak. Va mana bu h balandlik nimaga teng bo'ladi? Bu yer to'g'ri burchak bo'lsa, 20 ni kvadratdan 16 ni kvadratini ayirasiz. U 144 ga teng bo'lib, bu h'imiz 12 ga teng bo'ladi ekan. Endi Pifagor teoremasi. Demak, h ning kvadratiga 5 ning kvadratini qo'shsak, bu x ning kvadratiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 144 ga qo'shamiz 25 ni, bu x ning kvadratiga teng va x ning qiymati 13 ekanligini topishimiz mumkin. Demak, javob 13. Davom etamiz. Ikkinchi misolning yechimini ko'rsatgan ekanman. Endi uchinchi misolning yechimini ko'ramiz. O'tkir burchagi 46 gradusga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan balandligi va medianasi orasidagi burchak toping deyapti. Demak, bizda to'g'ri burchakli uchburchak mavjud. Uning medianasi va balandligi orasidagi burchak topish kerak. Mana bu joy to'g'ri burchak, mana bu joydan mediana tushiraman, mana mediana, bu joydan balandlik tushadi. 90. Shularning orasidagi, ya'ni mana bu yerdagi burchak topish kerak. Demak, o'tkir burchagi 46 deyapti. Demak, mana shu joy 46 gradus bo'lsin. Qarang. Bu mediana bo'ldi-ku va buni tengga ajratdi va medianani o'zi ham shunga teng. Ya'ni bu yerda teng yo'l burchaklar hosil bo'ldi. Demak, mana bu yerdagi burchak ham 46 gradusga teng bo'ladi. Mana bu ichki burchak nimaga teng bo'ladi? Ya'ni ikkita ichki burchak yig'indisi bitta tashqi burchakka teng bo'lib, bu yerimiz 92 gradusga teng bo'lib ketadi. Endi qaranglar. Nimaga 92 gradus bo'ldi? Sababi bu yerda, ya'ni balandliklarimiz mana bu 46 ni biz bu tarafdan olganimiz xato bo'lib qolgan. Demak, o'tkir burchakni biz bu tarafdan emas, ya'ni 46 ni bu joydan emas, narigi tomondan olishimiz kerak edi. Demak, qarang. Qaytadan, ya'ni takroran chizmani chizaman. Mana shu joyda agar shunday noaniqlik bo'lib qolsa, chizmani qaytadan chizib, ya'ni burchakni bu tarafdan olishingiz kerak. Mana mediana. Demak, mana bu to'g'ri burchak, bu yerdan balandlik tushgan edi. 46 ni bu tarafdan olganimiz xato bo'ldi. Demak, 46 ni mana bu joydan olishingiz kerak. 46 gradus qilib. Bu yer teng, bu yer teng, bu yer ham teng. Demak, davom etamiz. Mana bu joy nimaga teng bo'ladi shunda? Bu yer 90 bo'lsa. Bu joyimiz bizda, demak, bu joyni top ham o'tirmaylik, keragi ham yo'q. Bu jami nechiga teng? Jami 46 ga teng bo'ladi. Sababi mana bu tomon bilan mana bu tomon teng. Demak, mana bu yerdagi burchak topish mumkin. 46 ga 46 ni qo'shadigan bo'lsak, bu bizda 92 bo'ladi va mana bu yerdagi burchagimiz 88 gradusga teng bo'ladi ekan. 92, 90. 80. Ya'ni 46 ga 46 ni qo'shsak 92, 180 chiqish uchun 88 gradus bo'ladi ekan. Demak, bu joy ham to'g'ri burchak. Demak, mana bu joydagi kichik burchak 2 gradusga teng bo'lishi kerak. Sababi 88 gradusga 2 ni qo'shsak 90, 90 ga 90 ni qo'shsak 180. Demak, javobimiz 2 gradus. Davom etamiz. Keyingi misolimiz D ni toping deyapti. Men bunda ham yo'nalish berib ketgan ekanman. Bu yerni tutashtirib yuborasiz deb. Xo'p, qarang. Demak, boshlasak, bu kesmani A, bu yerni ham A, bu yerni B, bu yerni ham B deb olaman. A ni kesmamiz, ya'ni mana bu A ni kesmamiz 12 ga teng. Demak, ikkita B ning kvadratiga A ning kvadratini qo'shsam 12 ning kvadratiga teng bo'lyapti. Endi S deyapti, ya'ni mana bu S. Mana bu ham gipotenuza S deganimiz. Buning uchun ham Pifagor teoremasini yozsam, B ning kvadratiga ikkita A ning kvadratini qo'shsam, demak 16 ning kvadratiga teng bo'lyapti. Xo'sh, bularni kvadratlariga ko'tarib qo'shib yuborsam nima hosil bo'ladi?
Demak, 5 ta b ning kvadrati plus 5 ta a ning kvadrati hosil bo'ladi. Va u ham bu tarafda 12 ning kvadratiga 16 ning kvadratini qo'shsak, bu 400 ga teng bo'ladi. 5 ga bo'lib yorsak, demak, b kvadrat plus a kvadrat teng bo'ladi 80 ga. Endi bizdan dy kesma so'rayapti. Mana buni dy ni mana shu. Bu o'zi nimaga teng? Pifagor teoremasiga ko'ra a ning kvadratiga mana b ning kvadratini qo'shasiz. Shu joyni x deb oladigan bo'lsang, x ning qiymati ildizosti a ning kvadrati plus b ning kvadratga teng. Bu ham demak ildizosti 80 ga teng. Bu ham nimaga teng? Buni 16 ko'paytirib 5 desak, bu 4 ildizosti 5 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz A. Mana topdik. Davom etamiz. Keyingi misolning yechilishini ko'rgan ekanmiz. Undan keyingi misolning yechilishini ko'ramiz. Xo'sh, to'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan chiqqan mediana uchburchakni perimetrlari 36 va 32 ga teng bo'lgan ikki uchburchakka ajratdi. Bu mediana uzunligini toping deyapti. Xo'p, topamiz. Qarang, to'g'ri burchak uchburchak. To'g'ri burchakdan chiqqan mediana deyapti. Demak, mana bu to'g'ri, bundan mediana chiqqan mana. Demak, bu yer va bu yer teng. Ya'ni A kesma, bu yer ham A kesma. Bu yerni B, bu yerni S deb olaman. Demak, mana bu uchburchak perimetrini 36 deb olsam, buni uchburchakning perimetrini 32 deb olsam. Demak, biz ikkita A ga B ni qo'shsak 36 ga teng. Ikkita A ga S ni qo'shsak 32 ga teng. Ayirib yuboramiz. Demak, B dan S ni ayirsak bizda 4 ga teng bo'ladi. Mana. Xo'sh, davom etamiz. Hurmatli ustozlar, endi biz bu mediana uzunligini toping deyapti. Mediana, ya'ni A ning qiymatini topishimiz kerak. Pifagor teoremasini yozadigan bo'lsam, ikkita A ning kvadrati teng bo'ladi. Ya'ni ikkita A ning kvadrati 4A kvadrat, ya'ni gipotenuzamiz B ning kvadratiga S ning kvadrati qo'shganimizga teng. Mana. Demak, biz bu yerdan B va S ni ifodalarni A orqali ifodalab bilishimiz kerak. Xo'p, qarang, bunday qilamiz. Bu yerdan B ni topadigan bo'lsam 36 minus 2ta A ga teng. Bu yerdan S ni topadigan bo'lsam 32 minus 2ta A ga teng. O'rniga qo'yib boraman. Demak, 4A ning kvadrati teng bo'ladi. B ni o'rniga buni qo'yamiz. S ni o'rniga buni qo'yamiz. Demak, 36 minus 2A ning kaos kvadrati plus 32 minus 2A ning kaos kvadrati. Qaranglar, bulardan mana bundan 2 ni, bundan ham 2 ni chiqarsam bu oldiga 4 bo'lib chiqadi. Ya'ni 4A ning kvadrati teng. Bu 4 chiqadi. Bu yerda 18 minus A qoladi. Shuning kvadrati. Plus bu yerda 4 chiqaradigan bo'lsak 16 minus A ning kvadrati qoladi. 4 ga ham bo'lib yuborsam, demak, A ning kvadrati teng bo'ladi 18 minus A ning kvadrati plus 16 minus A ning kvadrati. Davom ettiramiz. Demak, shu yerdan A ni topsam bo'lgani. Xo'sh, bu yerdan A ning qiymati nechiga teng bo'ladi? Kvadrat tenglamay qolib yechaylik, mayli. Demak, A ning kvadrati teng demak 324 minus 36A plus A ning kvadrati plus 256 minus 32A plus A ning kvadrati. Va bu A ning kvadrati bilan bu qisqarib ketsa, kvadrat tenglamamiz A ning kvadrati, bunga buni qo'shadigan bo'lsak minus 68A, demak bunga buni qo'shadigan bo'lsak plus 580 ga teng bo'ladi ekan. Demak, yig'indisi 68 va ko'paytmasi 580 bular. A teng 10 va A teng 68. Mana. 10 va 68. Biz 10 ni olamiz, sababi 68 ni olsak o'zi perimetr 32 bo'lyapti. Demak, A mizning qiymati 10 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javob A. Davom etamiz. Keyingi misolning yechimi ko'rilgan ekan. Bu ham yechim ko'rilgan ekan. Endi mana shu misolning yechimini ko'ramiz. Shu qolgan ekan. Xo'sh, alfaning qiymatini topishimiz kerak. Bu yer 10 bo'lsa, bu yer 18 gradus bo'lsa, alfaning qiymatini topamiz. Bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak. Xo'sh,
mana bu qiymati, ya'ni mana bu joydagi gradus necha bo'ladi? Sababi mana bu joy jami 90 plus 18, ya'ni bu yerdagi burchak plus 8 ga teng bo'ladi. Bu yer alfa bo'ladigan bo'lsa, demak shuni birim-ketim bog'lashni boshlaylik. Mana bu yer nima bo'ladi? 90 minus alfa bo'ladi. Bu tarafchi 90 plus alfa bo'ladi. Mana topdik. Xo'sh, bu yerdan endi sinuslardan foydalanamiz. Mana bu tomonni A tomon deb oladigan bo'lsam, 10 ning sinus 90 plus alfa ga nisbati A ning ya'ni mana bu A tomonning bu yerdagi burchak necha bo'ladi? Mana shu yerdagi burchak. Bu yerdagi burchak 72 minus alfa ga teng bo'ladi. 72 minus alfa. Demak, A ning sinus 72 minus alfa ga nisbatiga teng bo'ladi. Endi mana bu to'g'ri burchak, uch burchak uchun sinuslar teoremasini yozsak, 20 ning sinus 90 gradusga nisbati, demak, A ning sinus alfa ga nisbatiga teng bo'lar ekan. Mana yozib oldik. Endi bularni nisbat qilib yuboradigan bo'lsam, ya'ni bo'lib yuboradigan bo'lsam bir-biriga, xo'sh, nisbat qilib yuboramiz, ya'ni bu ifodalarni bo'lamiz. 10 va 20 qisqarib ketadi. Mana bu 90 plus alfamiz bizda kosinus alfaga teng, mana bu 1 ga teng. Demak, nima qiladi? 1 taqsim 2 kosinus alfa qiladi. Bu tarafda a'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, sinus alfa tepaga chiqadi. Sinus 72 gradus minus alfa pastda qoladi. Buni bu tarafga ko'paytiramiz, ya'ni proporsiya qilib yuboraman. Teng proporsiya qilib yuborsam, sinus 72 gradus minus alfa deganimiz teng bo'ladi 2 sinus alfa kosinus alfaga. Mana bu bizga nimani beradi? Bu sinus 2 alfani beradi. Demak, sinus 72 gradus minus alfa deganimiz sinus 2 alfaga teng. Bu yerdan xulosa 72 gradus minus alfamiz 2 ta alfaga teng va 3 ta alfa teng bo'ladi 72 gradusga va alfa teng bo'ladi 24 gradusga. Demak, alfamizning qiymati 24 gradusga teng bo'ladi ekan. Demak, javob C. Davom etamiz. Keyingi misolimizni yechimini men aytib o'tgan ekanman. Yechilishini faqat yechmagan ekanman. O'chirib tashlayman. Tomonlari 5, 4 ildizosti 2 va 7 bo'lgan uchburchak eng kichik balandligini toping deyapti. Eng kichik balandlik qayerga tushadi? Eng kichik balandlik eng katta tomonga tushadi. Bu to'g'ri burchakli emas. Uchburchagimiz qarang. Mana bu uchburchak chizib olaman. Bu tomon 7, bu tomon 5, bu tomon 4 ildizosti 2 bo'lsin. Mana shu balandlikni topishimiz kerak. H ni. Bu tomonni A, bu tomonni B, bu yerni H deb olaman. Va ikkita Pifagor teoremasini yozaman. Bu yerda yozib qo'yay. A ga B ni qo'shsam 7. Demak, ikkita Pifagorni yozsam, A ning kvadratiga H ning kvadratini qo'shsam, bu 4 ildizosti 2 ning kvadrati, ya'ni 32 ga teng. Keyingisi B ning kvadratiga H ning kvadratini qo'shsam, bu 25 ga teng. Ayirib yuboraman bularni. Ayirib yuborsam nima bo'ladi? A ning kvadrati minus B ning kvadrati teng bo'ladi. Bular ayirmasi 7 ga teng bo'ladi. Buni formulaga qo'yib olsam, A minus B, A plus B teng bo'ladi 7 ga. Mana bu nimaga teng bizda? 7 ni o'ziga teng. Demak, 7 ni ham bu tarafga bo'lib yuborsam, A minus B ning qiymati 1 ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana buni tagiga A minus B teng 1 deb yozaman va A ni topaman. Qo'shsam 7, ayirmasi 1 chiqadigan, demak A teng 4, B teng 3 ga bo'ladi. Demak, xohlaganimiz bitta, masalan, mana shu joyga 3 ni qo'yadigan bo'lsam, ya'ni B teng 3 bo'ladi-ku, 3 ning va 5 ning. Bular Pifagor usullari, ya'ni 5 ning kvadratidan 3 ning kvadratini ayiramiz, H kelib chiqadi. H'imiz 4 ga teng bo'ladi. Mana 4. Demak, javobimiz 4. Sababi 3, 4, 5imiz Pifagor usullari. Davom etamiz. Keyingi 11-savolimizni yechimini ko'rgan ekanmiz. Endi 12-savolga e'tiborimizni qaratamiz. Xo'p, qarang. ABC uchburchakning AD medianasida K nuqta shunday olinganki, demak bizda ABC uchburchak bor.
A biz uchburchak chizib olamiz. Demak A B C. A ni mediana. Demak bu yerdan A ni mediana tushirib olaman. Mediana tushgan tomon teng 2 bo'ladi. Mediana mana teng 2 bo'ldi. K nuqta shunday olinganki, bunda demak B D K ga teng. Ya'ni mana bu yerdan D nuqta olsak, D debman, K nuqta olsak, mana buni tutashtirib yoraman. Mana bu yerda K, bu yer ham mana bu ikkalasi teng bo'lib qoladi ekan. Teng, ya'ni teng yonli. ABK burchagimiz 20 gradus. ABK ya'ni mana bu yerdagi burchak 20 gradus va ASK burchagimiz 18 gradus. Demak, mana bu joyni ham tutashtiraman. Bu joydagi burchak 18 gradusga teng. Biz BAC ya'ni mana bu uchidagi jami burchakni topishimiz kerak. Demak, qarang. Yechim qanday bo'ladi? Mana bu burchakni alfa desam, mana bu yerdagi burchak ham alfaga teng bo'lishi kerak. Ya'ni alfadan bo'lishi kerak. Endi menda so'ratgan mana bu jami burchakni olay. Ya'ni jami burchakni topishim kerak. Qarang. Xo'sh, mana bu yerdagi burchak nimaga teng bo'ladi? 180 minus alfa taqsim 2 ga. Bu yer ham 180 minus alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, buni bu tarafchi alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi mana bu joychi. Mana bu joy 180 minus, ya'ni alfa va alfa taqsim 2 ning yig'indisi 3 alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi. 3. Demak, uni qolgan tarafchi mana bu joy 3 alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, davom etamiz. Mana bu qolgan qismichi bu yer alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi. Va demak bizda shu yerdan burchaklarni topib olsak ham bo'ladi. Mayli, topmaymiz alfalarni. Xo'sh, davom etamiz. Mana bu jami burchak biror beta deb oladigan bo'lsam, beta. Katta A biz uchburchakni qaraymiz. Betaga qo'shaman. Mana bu 20 plus alfani va qo'shaman mana bu 18 plus alfani. Bu jami 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan betaning qiymati kelib chiqadi. Demak, betaning qiymati nimaga teng bo'ladi? 20 va 18 ning yig'indisi. Demak, 38 ga teng. U tarafga o'tirsam 100, ya'ni 180 dan 138 desak 142 gradus minus 2 alfaga teng bo'ladi. Mana betani topib qo'ydim. Endi qaranglar. Betani ham ikkita qismga ajratishimiz mumkin. Ya'ni mana bu joydagi qismi, ya'ni mana bu qismi va mana bu qismi. Shu ikkalasining yig'indisi bizda nechiga teng bo'lishi kerak? Mana bu 142 minus alfaga. Bu qismini x deb olaman, bu qismini y deb olaman. Qaranglar endi. Uchburchaklardan mana bu kichik uchburchaklardan foydalansam, ya'ni AKS va ABK uchburchaklardan foydalansam nima kelib chiqadi? Xo'sh, qarang. Demak, bu yerdan yozishimiz mumkin. 18 gradusga x ni va mana bu yerdagi 3 alfa taqsim 2 ni yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Keyingi AKB uchburchak uchun yozadigan bo'lsam, 20 gradus plus y ga demak qo'shishim kerak alfa taqsim 2 ni, bu ham 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Mana. Demak, ustozlar, bu misolimizda xatolikka yo'l qo'yibmiz. Qanday xatolik? Mana bu joyi BD bilan DK deyapti. Men BD bilan ya'ni BK bilan BD ni teng qilib ishlab ketibman. Mana shu joyda xatolashibmiz. Kamchilikdan uzr so'raymiz, hurmatli ustozlar. Mana buni ya'ni tezroq ishlayman deb xatolikka yo'l qo'yibman. Yangitdan chizaman. Bu 3-marta chizishim bo'lib ketdimi? Mayli. Demak, A biz uchburchakda, ya'ni A B C deyman. A D mediana. Mana mediana tushirilgan. Bu yerdan K nuqta olingan. Mana bu ham tutashtirilgan. Ya'ni
Bu yerda nimalar teng? Mana bu ham tutashtirilgan edi. Bu yerda demak BD mana bu BD mana bir K edi. D K ga teng, mana bu yerga teng. Va u ham mana bu joyga teng. Sababi bu yerda aytyapti, mediana deyapti. Sababi mediana tushgan tomon tenglikka bo'ladi. Xo'sh, mana bu joyi 18 gradus, mana bu joyi 20 gradus. Uzr, teskari tartibda yozibman. Mana bu joy 20, mana bu joy 18 gradus. Xo'p, qarang. Bizdan mana bu yerdagi jam burchakni so'rayapti. Xo'sh, mana bunday teng holatlar nimada ro'y berar edi? Bu to'g'ri burchakli uchburchakda ro'y berar edi. Sabab to'g'ri burchakli uchburchakda medianasi va o'zgartirgan kesmalar teng bo'ladi. Demak, bu joyimiz 90 gradusga teng. Endi bizda mana bu so'rayotgan burchakni alfa deb oladigan bo'lsam, demak, bizda xossa mavjud, ya'ni mana bunday narsa mavjud. Buni ishlashimiz uchun bizga kerak bo'ladi. Mana bunday narsa. Bu yer alfa, bu yer beta, bu yer gamma deydigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi burchak uchalasini yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni alfa plus beta plus gammaga. Demak, bu yerdan xulosa 90 gradusimiz teng bo'ladi. 90 gradusimiz alfa 18 va 20 ning yig'indisiga. Bu yerdan alfani topadigan bo'lsak, 90 dan ayiramiz. Demak, 38 ni. Bu ham 52 gradusga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 52 gradus. Davom etamiz. Keyingi misolimiz 14-misol. Teng yo'lli uchburchak berilgan ekan. Teng yo'lli to'g'ri burchakli. AB gipotenuza deyapti. Demak, bunday qilib olay. Teng yo'lli to'g'ri burchaklini yuqorida olaman. Mana bu to'g'ri. AB gipotenuza bo'ladigan bo'lsa, A, B bu joyni S qilib olay. Mana AB gipotenuza. AB gipotenuzada Y va F nuqtalar shunday olinganki, bunda AY A'siga teng deyapti. Demak, mana bu joydan Y nuqta olingan, AY A'siga teng bo'lyapti. Keyin F nuqta bu tarafda olingan ekan, F B'siga teng. Mana bular teng nuqtalar, ya'ni shunday nuqtalar olingan. Bu F B'siga teng. Tengliklar o'rinli bo'ladigan bo'lsa, Y, S, F ni toping deyapti. Y, S, F. Demak, bularni tutashtirib olaman. Mana bularni. Bu bizda teng yo'lli edi. Bu yer ham teng bo'ladi. Va qarang, bu teng yo'lli va mana bu kesmalar ham tenglikdan kelib chiqishi mumkin. Bu yer va bu yer ham teng bo'ladi. Va mana bu kesma bilan mana bu kesma ham teng bo'ladi. Sababi teng yo'lli bo'lyapti. Demak, shulardan kelib chiqamiz. Kelib chiqqan holatda mana bu yerdagi burchak nechiga teng bo'ladi? 45 gradusga. Sababi bu teng yo'lli, mana bu yer to'g'ri burchak bo'lsa, bu yer 45 gradusga teng bo'ladi. Mana bu yerchi, bu yer ham 45 gradusga teng bo'ladi. Endi biz mana bu joydagi burchakni topishimiz mumkin. Sababi AC va AY'lar teng. Bu 45 bo'ladigan bo'lsa, AC'ga uchburchakni qaraydigan bo'lsak, uning ichki burchaklari yalnız teng bo'lishi kerak. Teng deyapman. 180 bo'lishi kerak va bu yerdagi burchak va mana bu joydagi jami burchak yig'indisi ham teng bo'lishi kerak. Bu joyni alfa deb oladigan bo'lsam, mana bu joy ham jamisi alfa bo'ladi. Ya'ni ikkita alfaga 45 gradusni ko'rsam, bu 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Demak, alfaning qiymati 135 gradus taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, alfani topdik. Xuddi shu tarzda bu joy ham alfaga teng bo'ladi. Sababi bu tarafdan qaraydigan bo'lsak va mana bu joydagi bizga kerak x burchakni yozib olaman. S, Y, F uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi uchun, demak, ikkita alfaga qo'shaman x ni, bu 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Ikkita alfamiz bizda 135 gradusga teng, plus x teng 180 gradus va x imiz 45 gradusga teng bo'ladi ekan. Demak, S burchagimiz 45 gradus. Davom etamiz. Bu misolning yechimini ko'rgan ekanmiz. Endi mana bu misolga e'tiborimizni qaratamiz. Ya'ni 16-misol. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning S to'g'ri burchagidan deyapti. Demak, S'imiz to'g'ri burchak. S to'g'ri burchak ekan. Tutashtiraman. A, B,
S. Mana to'g'ri burchak. S to'g'ri burchagidan S da balandlik tushirilgan. Demak, S da balandlik tushiramiz. Demak, bu 90 gradus ostida tushadi. Agar A si kesmamiz 15 ga teng bo'lsa, A da kesmamiz 9 ga teng bo'lsa, D nuqtadan, ya'ni D nuqtadan S B katetgacha bo'lgan eng qisqa masofa. Bu eng qisqa masofamiz bu perpendikulyar ravishda tushadi. Ya'ni balandlik bo'lib tushadi. Mana shu joyga shu masofani topishimiz kerak. Xo'sh, men S ni topaman. S da nechiga teng bo'ladi? 15 ning kvadratidan 9 ning kvadratini ayirsak, ya'ni 225 dan 80 bo'lasak, ya'ni 144 ga teng bo'lib, bir 12 ikkalik kelib chiqadi. 12. Endi 12 ning kvadrati mana bu joyini x deb oladigan bo'lsam, 9 va x ning ko'paytmasiga teng. Ya'ni bizda qoida bo'yicha x ning qiymati demak 16 ekanligini topishimiz mumkin. Bu yer 16 ekan. Mana bu joy 16. Demak, S B nimaga teng bo'ladi? Bu 20 ga teng bo'ladi. Sababi 12 ning kvadratiga 16 ning kvadratini ko'rsangiz 20 ning kvadratini beradi. Sababi bu to'g'ri burchak, uchburchak. Mana shu topishim kerak bo'lgan masofani h deyman. Demak, 12 ning 16 ga ko'paytmasi 20 ning h ga ko'paytmasiga teng. Ya'ni balandlikning gipotenuza ko'paytmasi katetlar ko'paytmasiga teng degan xususiyatdan. Demak, bu yerdan h topadigan bo'lsak, 192 ni bo'lamiz 20 ga. 2 ga bo'lib beradigan bo'lsam, bu 96 taqsim 10, ya'ni bu 9,6 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 9,6, ya'ni A javob. 17-savolni ko'rgan ekanmiz. Bu 18-chi. 17 ni ko'ribmiz, 18 ni ko'rmagan ekanmiz. 18-savolni yechimini taqdim etaman. Qarang. Bu teng yo'li bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yer ham 8 ildiz 3 ga teng. Bu jami mana bu B da kesmamiz jamisi 23 ga teng bo'ladigan bo'lsa, A dan toping deyapti. Bu yerni ham x qilib olaman. Qarang, bu yerni A, bu yerni B kesma qilib oladigan bo'lsam, A ga B ni qo'shadigan bo'lsam 23 ga teng. Endi Pifagorlarni yozamiz. Xo'sh, Pifagor teoremalari qanday bo'ladi? Mana bu joyni ham y kesma qilib oladigan bo'lsam, bu yerda to'g'ri burchak. Demak, yozdaman nimani? Pifagorlar teoremasini. A S da teng yo'li. Demak, A B S muntazam deyapti. A B S, ya'ni muntazam uchburchak bo'ladigan bo'lsa, ikkita y-imiz ham demak 8 ildiz 3 ga teng bo'ladi va y ning qiymati 4 ildiz 3 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu joy bizga kerak ham yo'q ekan. Mana bu joy 4 ildiz 3 ekan. Biz mana bu kesmani topishimiz mumkin. Mana bu joyni biror buni endi y deb olaman. Buni o'chirib tashlayman. Topdik. Demak, y ni topishim uchun Pifagordan foydalanaman. Ildiz ostida 8 ildiz 3 ning kvadrati 64 ko'paytirib 3 ni beradi. Ayirish kerak. 4 ildiz 3 ning kvadrati 16 ko'paytirib 3 ni beradi. Ikkalasidan 3 ni chiqarib beradigan bo'lsam, 16, ya'ni 64 dan 16 ni ayirsam bu 48 ga teng bo'ladi va bu ham 48 ni 16 ko'paytirib 3 desak, bitta 3 va 4 chiqadi, ya'ni 12 chiqadi ekan. Demak, 12 bo'ladigan bo'lsa, bizda nimani so'rayapti o'zi? Bizda A ni so'rayapti, ya'ni x ni so'rayapti. Bu y 12 bo'ladigan bo'lsa, qolgan tomon necha bo'ladi? 11 ga teng bo'ladi. 11. Demak, x ning qiymatini topish uchun ildiz ostida 4 ildiz 3 ning kvadratiga qo'shamiz 11 ning kvadratini. Xo'sh, davom ettiramiz. 4 ildiz 3 ning kvadrati bizga beradi 48 ni, bu esa 121 ni beradi. Bu bizda ildiz 169 ga teng va u ham 13 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 13. Endi chizmada, ya'ni y-imiz kichikroq ko'rinib qolgan, ya'ni chizma sal xato bo'lib qolgan. Demak, javobimiz 13 ga teng bo'ladi ekan. Davom etamiz. Keyingi 19-savolimiz. 19-savol. ABC teng yo'li uchburchakning AB va AC yon tomonlari gipotenuza qilib, demak, teng yo'li uchburchak mana A C va AB deyapti. Demak, A B C qilib olaman. AB va AC da yon tomonlari gipotenuza qilib ADB va AYD to'g'ri burchakli
uchburchaklar yasaldi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchaklar yasalgan. A, D, B va A, Y, S qilib. Qarang, bu qanday yasaladi? Mana bunday yasaladi mana. Mana shu joydan yasalgan. Gipotenuzasi A, B qilib A, D, B va gipotenuzasi A, S qilib A, Y, S. Mana bu Y. Mana bular to'rtburchak. Mana yasaldi. Endi chizmamiz sal noto'g'ri bo'lib qoldi. Xo'p, A, B va A S teng va ular ham 10 ga teng. B, S kesmamiz 12 ga teng bo'lsa, D, Y kesmani toping deyapti. Qarang, D, Y kesmani o'zi ham nimaga teng o'zi? Tayyorgina mana. D, Y kesmani o'zi ham 12 ga teng. Buni topib o'tirish shart emas. Sababi bular to'rtburchak, ya'ni bu D, Y bilan S parallel bo'ladi va u ham 12 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 12 ga teng. Qarang, nimaga bu tarafdan chizdim? Agar men mana bu joydan chizadigan bo'lsam, to'rtburchakli qilib, bu yerda D va Y nuqtalarimiz bir nuqta mana bu joyda joylashib qolgan bo'lar edi va ular orasidagi masofa 0 ga teng bo'lib qolar edi. Shu sababli gipotenuza qilib shularni oldim. Demak, javobimiz 12 ga teng bo'ladi. Shuning bilan hurmatli ustozlar, to'g'ri burchakli uchburchak mavzusining barcha testlari o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat. Keyingi video yechimlarimizda ko'rishguncha.